maza beradigan narsasi o'sha joydan chiqib keta olishdi. Marraga yetib borgandan keyin dopamin olaman deb o'ylaydi-da. Aslida marraga yetib borgandan keyin odam depressiya bo'ladi odamda. Chunki marraga yetib bordingiz, bu narsa qildingiz, bir marta maza qilasiz, undan keyin bo'ldi. Maqsadsiz holatga aylanib qolasiz. Marafon ishtirokchilari mini marafon esa Biz сегодня подзанимаем красный. Что? Я сегодня подзанимаюсь. Qishloq aholisi tog' xalqi bir o'zgacha xalq bo'ladi. Ajoyib insonlar bo'ladi. Bu joydagilar o'zini nima deydi, territoriyasini, oilasini juda himoya qiladigan insonlar bo'ladi. Yo'lda kelayotsak, hozir 4 kishimizni birozgina kayfi bor inson to'xtatdilarda. Posbonman dedilar. Pasport so'radilar. Tushuntirdik, pasport yo'q. Hech nima demadik, hurmatini qildik, joyiga qo'ydik. Akalarga telefon qilib to'xtatib tur, bizni urib qochib ketibdi deb aytishibdi. Charchash yo'q emas albatta, charchash bor. Kayfiyat yaxshi hozircha. Issiq kun o'tib ketdi. Umid qilamiz hozir darani chekilgan salqinsa kerak. Qilib yetib qo'ya qolsa bo'lmaydimi deb hozir savol berdingiz. Hazillashib javob berdim. 95 qilib tugatib qo'ysa bo'lmaydi. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, demaklar Surxon 120 degan loyihaga kelishimiz to'g'ri keladi. Agar 95 tugatib qo'yadigan bo'lsak. Bunda Surxon 100 loyihasi agar 95 tugatib yana yengilgan bo'lamiz. Shuning uchun hozirgi oxirgi 5-6 kilometrlik og'riq yarim soat davom etadi xolos. Balkim bir kun davom etar. Lekin afsuslanishda og'rig'i keyingi Surxon 120 gacha yarim yil, 1 yil davom etaveradi. Doim sizni nima deydi? Ingliz tilida it's gonna hunt you deydi. Ichingizdan maqsad qo'yding, shuni eplolmading deb turib, doim sizni quvlab yuradi. Ichingizdan. Shuning uchun og'riq bu vaqtinchalik narsa. Afsus doimiy narsa. Og'riqqa chidash kerak. 100 yilganmi? 100 qilish. Sina
akamiz muloqotlar. Shahzodagi marafon ishtirokchilari, mini marafon bo'lsa ham oxirgi 4 oydan beri reja qilingan loyihani boshladik. Hozir biz Keng Tala yoki Keng Dala deb nomlangan qishloqdamiz. Ko'rib turibsizlar, tog'li hudud. Surxondaryo viloyatidamiz. Boysun tomonlarda. Bu loyihaning nomi Surxon 100 deb nomlanadi. Eng boshlang'ich nuqtasidamiz hozir. Inshaalloh Surxonda tog'larida 100 kilometr yugurishni reja qilganmiz. Bu ultra marafon, aniqrog'i trail marafon, trail running deyiladi. Ajoyibot bo'ladi. Tabiat o'ta go'zal. Eng chekka qishloqdamiz. Termiz aeroportidan kamida 4 soat, 5 soatlik yo'l mashinada. Bundan bu yog'iga mashina yo'q. To'g'riroq mashina 2 kilometrcha oldin to'xtagan. Yo'g'a chiqdik. Uylar boshlanib ketgan bu yog'iga. Endi davom etamiz. Ajoyibot bo'ladi. Qishloq aholisi tog' xalqi bir o'zgacha xalq bo'ladi. Ajoyib insonlar bo'ladi. Bu joydagilar o'zini nima deydi, territoriyasini, oilasini juda himoya qiladigan insonlar bo'ladi. Yo'lda kelayotsak, hozir 4 kishimizni birozgina kayfi bor inson to'xtatdilarda. Posbonman dedilar. Aka, men shu Posbon qishloqda. Ajoyib, ajoyib. Meni ismim Bekzod. Pasport so'radilar. Tushuntirdik, pasport yo'q. Hech nima demadik, hurmatini qildik, joyiga qo'ydik. Tushuntirsak tushunmadi. Biz yurishni davom etdik. Hozir akalarni telefon qilib to'xtatib tur, bizni urib qochib ketibdi deb aytishibdi. Eng qizig'i 4 kishi inson bo'ladigan bo'lsak, bu yerdagilar to'rtta oliy ma'lumotli inson, bittasi Norvegiyada, bittasi Germaniyada ishlaydi, qolgan 2 kishi mahalliy saviyali shifokor insonlar. Mahalliy aholini hurmat qilishimiz kerak, tabiiy. Tushuntirishga harakat qilyapmiz, tushunmayaptilar. Ajoyibot, ko'ramiz. Urush janjaldan chiqib oldik, qutulib oldik. Muammo yo'q. Lekin urushda hal qilib keladigan palajenistlarimiz hali yetib kelgani yo'q. Biz davom etyapmiz. Ajoyibotni qaranglar do'stlar.
O'zbekistondagi go'zallik, tabiat, mollarni tappisini, tezagini hidi. Ajoyibot, ajoyibot. Soyni oqishini qarang. Asta. Tabiat bilan. O'n 16-kilometrdamiz. Ajoyib. Ketyapmiz. Bugungi reja 50 kilometr. Kengdala qishlog'idan tushib Darband dalasi Darband qishlog'igacha. Bu yerda hayot qanaqa endi? Bahor. Ha, shunday. O'tlar qanaqa holatda bu yil? Yaxshi emasmi? Unchalik emas, endi o'tgan yil Chorva bormi? chorva bor. Tepadan chorva? Ha, tepada. Olti aka bilan ko'rishsak, tepaga cho'pon olib chiqib ketyapman deydi. Kecha 5 ta bo'ri olib ketdi. 5 ta molni tashlabdi deydi. O'sha deydi olib chiqib ketyapti. Ajoyib. Shunday. Sheriklar orqada kelishyapti, mashinada piyoda degandek. Shunaqa qilib yuribmiz. Tinch bo'ling aka. Mayli, omon bo'linglar. Ana, zo'r mashinalar bu yerlarga. Assalomu alaykum. Ajoyib. 22-kilometrda ketyapmiz. Yo'lni taxminan yarmini bosib o'tdik hozir. Charchash yo'q emas albatta, charchash bor. Kayfiyat yaxshi hozircha. Issiq kun o'sib ketdi. Umid qilamiz hozir darani chekilgani sal qolsa kerak. Asrlar oldin yaratilgan texnologiya yerda og'dirishyapti. Omochda. Eng ishonchli texnologiya. Eshak bilan butun oila ishlayapti. Ajoyib manzara. Qishloq nomini bilmayman qanaqa. Qizil nura bo'lsa kerak. Qishloqning nomi. Chunki u yerda qizil nuragan joylar bor ekan. Nomini aytishdi, yoki qizil nurada yoki qizil noma deyishdi. Shunaqa bu yerda nomlari ham o'zgarib ketgan. O'zbek tilidagi shevasi ham ancha boshqacha. Bu yerdagi tepada keng dala, qizil nura, yuqori machay, o'rta machay, past machay degan qishloqlar bor ekan. Ana o'sha qishloqlardan birma-bir o'tib ketyapmiz. Shevada farqi bor, hayron qolasiz. Pastda biz tushadigan Darband degan joyda faqat tojikcha gaplashadi. Tabiiy o'zbekcha bilishadi. Lekin asosiy tili tojik tilida. Yuqoridagilardan kelsa o'zbek tilida, tojik tilini umuman bilmaydi. O'zbek tilini ham shevasi boshqa shevada. Ya qiziq. Orasidagi masofa unchalik katta emas aslida. Yoshlar sekin-sekin qiynalib chiqyapti. Hozir bu oraliqdan chiqib turibman bu joydan. Tepaga chiqib endi bu tomonga, orqa tomonga qarab yuramiz. Bu yerdan Darband darasi ichiga kirib ketamiz. Chiqishimiz bilan boshqacha havo sezildi. Tog' havosi, lekin issiq havo. Ajoyib. Sodda odamlar, uylar ham ancha sodda stilda qurilgan. Toshdan, guvalakdan, ya'ni kesakdan, loydan qurilgan uylar. Boshqa dunyoga kelgandan keyin ayniqsa menga boshqacha seziladi, chunki g'arbda yashab yurgan odamga, lekin o'zgacha gashti bor buni ham. Bu yerda unaqa ekan degan ma'noda bir ijobiy yoki salbiy fikr bildirib hukm chiqarish bu o'rinli emas. Bu noto'g'ri bo'ladi har xil joyga borganda, ayniqsa mehmon odam uchun hamma joyni o'z boricha madaniyatini, hammasini
o'z boricha qabul qilish kerak. Machayqo'rg'on degan joyda ekanmiz. Orqani qarang, go'zalligini qarang, go'zalligini buni. Go'zalligini buni kameralar tushuntirib bera olmaydi buni qanchalik chiroyliligini. Lekin shunday bo'lsa ham ozgina xotira uchun olib qo'yamiz. Go'zallikni qarang. Juda ajoyib. Qarang. Mana shu yo'l bo'ylab tushib o'shancha kirib ketamiz biz. Boshqa qiladigan ish yo'qmi degan odam yo'q. Bu joy Juma bozori deb nomlangan joy. Hali o'tayotganimizda Juma bozori bo'layotgan edi bu yerda. Odamlar chiqib assalomu alaykum. Har xil narsalar, xo'jalik mahsulotlari, shahar narsalar sotayotgandi hali. Hamma ketgan, bozor tugagan, uy ketgan. Biz esa davom etamiz. Hozir tushayotganda Sherik bilan gaplashib kelayotgan edik. Hozirgacha birorta vazni og'ir, ya'ni semiz odamni ko'rmagandik. 25 kilometr ichida birorta semiz odam ko'rmagandik. Birinchi ko'ringan semiz, qorni bor amaki, yoshlari 50 dan oshgan. Uyga qaradim, yaxshiroq, lekin qishloqda odam. Ko'rib, "Doktormisiz amaki?" desam, "Ha" deydi-da. Doktorlikni qayerdan bilsa bo'ladi? Jismoniy mehnat qilmaydi boshqa qishloqdoshlariga o'xshab. Mehnat qilmagandan keyin aqliy mehnat qilish kerak bo'ladi. Chunki boylik holatini uyni holatidan ko'rsa bo'ladi. Mana odamlarda o'qish holati. Ajoyib. O'ta samimiy odamlar. Darband darasining boshlanishiga kirib kelyapmiz. Yaylov, cho'ponlar. Ajoyib. Cho'ponni iti bo'ladi o'n yerda. Bundan qo'rqish kerak. Cho'pon amaki. Biz Darbandga bundan kirib ketamiz. Taxminan 10 kilometrcha qoldi shekilli. Darband darasiga kirib kelyapmiz. Mana qaranglar. Ko'rmaysizlarmi? Bola nimalar qilib olgan. Mashinaga ham kelishdi, anjanliklar. Mashinaga ham yozib ketishibdi. Ajoyib. Anjanliklar keldi. Darband darasiga kirib ketyapmiz. Ajoyibligini qarang. Balandligini qarang. Oy oy oy. Buni kamerada ko'zda ko'rgandek tasavvur qilib berish nima edi? Kamera ko'rsatib bera olmaydi bu narsani. Iloji yo'q. Dahshat. Bir tomonda soy sharshirab oqyapti. Bu yoqda baland dara, nima deydi? Balandlik. Bu yoqda baland dara. Yo'lda kichkinagina yo'l o'rtida mana shu joydan o'tib ketamiz. Darband darasining ichidamiz. O'tov bu. Ajoyib. Assalomu alaykum. Ana ajoyib. Balandlik ikkita qiya orasida, daraning ichida ajoyib. Bunaqangi joylarga odam o'zi kelib ko'rmaguncha qanchalik go'zal, qanchalik bahaybat ekanligini tushunish qiyin. Biz yugurish qanday ketyapti? Yugurish yomon emas. 29.4 kilometr bo'pti. Ko'p qolmadi. Charchash ozgina bor, lekin suhbatlashib ketyapmiz. Hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Bugungi kun juda a'lo o'tyapti. Dahshat, tajriba, experience, hissiyotlar o'sha zo'r.
Ajoyib. Suvni qarang. Dalani qarang bu yoqda. Necha kilometr bo'ldi? Atrofi qoldi. 30 bo'lib qoldi, ha? 150 chiqmaydi menimcha. 150 bo'lmaydi. 40 dan yugurib keldingiz-da. Shunaqa 40 hammi ehtimolida dalamdan. Ko'ramiz, odatga qaraylik. Qancha qiladi. Darband darasi. I don't know, I was so scared. Assalomu alaykum. Ikkinchi kun Qashqadaryoni Dehqonobod tumani Beglar degan qishloqqa yaqin joydan boshladik. Surxondaryo tomonga qarab boryapmiz. Bu Surxon 100 loyihasini ikkinchi etapi. Taxminan 1500 metr balandlikdan boshladik. Chekka joy. Tog'li hudud. Ajoyib. Tabiatga o'sha gap yo'q. Tabiat zo'r. Juda zo'r tabiat. Kayfiyatdan oldin tabiat ko'rsa birinchi. Mana ro'parada qorli tog'lar. Mana yerda ozgina kichkina jarlik, yashillik bahor bo'lgani uchun qo'ylar, echkilar, bo'ri yeb ketgan eshak jasadi yo'lda bor ekan, uni ham ko'ramiz.
u jasadni yeyotgan o'laksaxo'r, bir to'da o'laksaxo'rlar bor ekan. Ajoyibot. Bugungi reja taxminan 30 kilometr atrofida bo'ladi. Birinchi 600 metrni bosib o'tdik. Endi bolalardan kayfiyat so'raymiz. Biz bilan hozir Alisher bilan Elyor birgalikda. Kayfiyat qanday yigitlar? Kayfiyat hozircha zo'r. 600 metrdan keyin bir 10-15 kilometrlardan keyin yana so'raymiz. Kayfiyat haqida vaziyatni ko'ramiz. Bir yo'l tekisroq yo'l, lekin ozgina pastga qarab tushilgan yo'l. Pastga qarab tushishi ozgina yengilga o'xshashi mumkin, lekin oyoqqa, tizzaga, ancha shu bo'g'imlarga kuch keltiradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish tavsiya etiladi. Lekin bunaqangi tabiatlarda odam og'rig'i ham esdan chiqib ketadi. Davom etamiz. Kecha kuni shu yerda bitta eshakni bo'ri yeb ketgan ekan. Aytishlari bo'yicha, cho'pon aytish bo'yicha o'sha eshakni yegani kelgan o'laksaxo'rlar ekan. Umuman uchib yurish tepada. To'da bo'lib kelib olgan ekan. Ajoyibot. Davom etamiz. Oy. Atrofga qarang. Go'zalligini. Yugur eshak. Oyog'ini baylab qo'ygan ekan buni, ketib qolmasin deb. Ajoyib joylarga qarang. Eshakning hangrashi. Bu yerdagi go'nglardagi hidi, pashshalar, issiq suvlarni ichib ketyapti, ilimliq suvlarni. Ana eshaklar kelyapti. Bolalar qo'rqmoqchi emas eshakdan. Qochadi deb. Lekin tepadigimiz yomon tepada borami? Assalomu alaykum. Hormang. Kuchuk bormi bu yoqda sizda? Yo'qmi? Kuchukdan qo'rqaman-da. Salom senga. Qalay ahvoli? Yaxshimi? O't kammi bu yil? Ha, kamroq. Yog'in kam bo'ldimi? Endi. Yaxshi. Ha. Nechta chorva bor? Chorva nechta chorva? 100 ta bormi? Ajoyib. Boylik. Alaykum. Oyog'idan bog'laydi. Bo'ynidan bog'lasa ham qochmaydi-ku. Eshakni oyog'idan boylash qochib ketmasligi uchun bo'ynidan boylasa tishlab yirtar ekan. Ajoyib. Ana. Bu qoziq qilib qo'yganda. Tushib bo'ynida bo'ladi. Og'izda bo'ladi shu. To'qin deymiz buni otini. To'qin deb bo'yniga bo'yna qiladigan tushov deymiz. Surxon 100 loyihasining ikkinchi kuni bo'lgan. Besh aka bilan yana ikkita kishini yo'qotib qo'ydik hozir. Ikkita jamoa, ikkita mashinada hozir qidiryapmiz. Yana shunaqa joylarga kelib qoldik. Ular bizdan yugurib o'tib ketishgandi. Qoshli yig'ishli allambaro yo'llar ekan. Antenna umuman yo'q bu tarafda. Zo'rg'a yuribmiz. Odam ham yo'qda, uy ham yo'q. Mana bironta hayvonni ham ko'rganimiz yo'qda bu vaqt. Balki kechqurun chiqadi. Bo'rini. Shunaqa yo'q. Qiyin bo'ldi, akani mashinasini ham qiynayapmiz. Mashinamiz bizniki emas. Qizig'i. Shopir professional. Maxsus. Hozir biz o'zi mana yo'ldan ketishimiz kerak edi.
Maytda tepada yo'l borga o'xshab turib kesib o'tmoqchi edik. U yerda turgan cho'pon aka, yo'l yo'q, u yoqdan yurmanglar. Aylanib o'tinglar pastdan dedi. Kesib o'tmanglar yo'l demoqchi. Lekin joyda qaranglar, o'rtoqlar, joyda qaranglar. Bunaqangi joylar. Voy voy, Mana atrofni qarang, atrofni. Haqiqiy tabiat, ajoyibot. Qarang. Cho'pon aka kelyapti hozir. Bilan gaplashamiz hozir. Ichmagan ma'qulroqdir. Hayvonlar bor ekan, boshqa ekan. Assalomu alaykum. It tashlamaydimi? Qo'sh. Aka. Ichsa bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, suvib turadi. Chekanga taqa suvib qaytani suvib turadi. Hozirroq sovib kelishsiz. Hozir yana suhbat qilamiz. Qanchaga bo'lyapsan, aka? Ha, bu Darbandga tushishimiz kerak. Assalomu alaykum. Darband? Ha. Tepasi qayerga kirsa bu? Bu yoqdan mana Beglar tomondan kelyapmiz. Aylanib o'tdik-da. Atanglar. Assalomu alaykum. Sog'lashmish Bekzod. Tashlab qolmaydan u, ha? Yo'q. Egasi bor-ku. Nega cho'shib ketasiz, aka? Rahmat kattaga, rahmat. Chakki cholib bir. Rahmat. Biz bir kichik loyiha bilan yuribmiz, yugurib. Surxondaryo shu Boysun atrofidagi tog'larda 100 kilometr yugurish rejasi. Kecha keng daladan Darbandga tushganmiz. O'zdan katta yo'l bilan. Katta yo'l bilan. Bugun Darbandda mehmonxonada qoldik-da. Bu yoqqa o'tib, o'sha Beglar tomon bor-ku. Ana Texnobod tomonda. Ha, Botchobog. Botchobog. O'sha yerdan pastga qarab tushdik-da. Yo'lni bu yoqqa kesib o'tmasdan bunaqasiga aylanib o'tyapmiz. Endi qaranglar, ko'rsataman. Mashina kessangiz aka, mana bu mana o'tasizlarda, mana do'ng orqasidan. Bitta qisqa bunda yo'l ketadi, haydagina yo'lcha. Shundan to'g'ri chiqasizlar aka. Chiqasizlar, hey bir yer ko'ryapti, bir yer haydalgan yer. Ha. Bo'lak bunda ko'rinib turibdi. Shunday chiqasiz, yo'l bu yoqqa ketadi. Bu yoqqa ketganingizdan keyin to'g'ri chiqasizlar, tepaga chiqasizlar, macha ko'rinadi shu. Shundan shunday kesib borasizlar, machani kesib chiqasizlar. Ajoyib. Zo'r. Bundan chiqsangiz aka, keyin tachib ketasiz bu yo'lni to'g'ri kessangiz. Qayerga chiqadi? Keng daraga chiqib ketadimi? Ha, mana shu yerdan ketsangiz. Keng daraga. Qayerdan sen Toshkentdanmi? Men Vodiydan. Vodiydan. Qashqadaryodan. Aka bir ko'z cholib bir ichib. Rahmat aka, rahmat katta aka. Ajoyib insonlar bo'ladi-da. Qishloq odami, tog'ni odami. Uyga kirgin. Chalob eshkin dedi. Ajoyib. Tabiatni zo'rda, tabiatni qarang. Bu yerda endi hayot qalay? Zerikarli emasmi? Zerikarli emasmi? Yo'q, zerikarli emas. Antena bor. Sviyaz bor. Bo'sh batareyka bor aka. Moshina qimmatga telefon takka qo'yamiz, bunday havo bo'lmay bo'lsa. Agar bunday chiqib ketsangiz ham bo'ladi machaydan. Maytdan tepada. Bunday nima deydi? Kesib o'tadigan emas, yo'l yaxshiroq bizga. Bunaqangi yo'l yaxshiroq. Masofada muammo yo'q. Shunday, mana shunday keting. Bo'ldi. Bu ham sizlarga yaxshi qiyin. Qiynab qolasizlar. Tepada bo'ri-mo'ri bo'lib qolib yana. Hech narsa yo'q. Bo'ri qo'rqmang. Bo'ri degan yo'q. Lekin mol bo'lganiga bo'ri bo'lmaydi. Endi qanday yo'lda kelayotsak, nima g'ajir deyishdimi? G'ajir dedi, unaqangi o'laksaxo'r. Bir 20 tasi to'planibdi. Mol yurganda. Aytdiki, bir cho'pon aka aytdiki, eshakni bo'ri o'ldirib ketgan. O'shanga to'planyapti deydi. U qishga ana nima deydi? Kechasi yeydi endi, mana mol yetyapti, qaytyapti shunga. Ana ular. Bir kelar aka bu. Lekin bo'ri bor ekan, mana aytishlar bo'yicha. Mana bu, ashak ko'rinyapti-ku. Shu beriyog'ida, ancha beriyog'ida mana shu. Mana boyaga so'yatishimiz oldi bu tarafidan. Bir boy telefonga aytdi. Videoga o'tanlar aytdi. Bir cho'ponni 7 ta qo'yib olibdi. Kechami? Kechasi 7 ta qo'yib olibdi. Yana bittasidan 3 ta olibdi. Kecha ikkita cho'pon bilan gaplashdik, mana u nima Qizilnavr degan joyda. Toqqa chiqib ketyapmiz cho'ponning oldiga deydi. 5 ta molga tashlangan deydi. Kechasi bilan aniq qilishimiz kerak. Uyg'oq chiqishimiz kerak deydi. U yeb ketaversa, hech nima qolmaydi-yu. Endi qavgamiz qilmaydi. Masalan, bizlar mandek kishini podasini olib yuribmiz-ku. Bir qism pul olamiz, choy chaqilamiz, shu rizqimiz. Bu ham rizq.
hayotni boricha qabul qilgani shu bo'ladi-da. Aka u ham xudo degan narsa aka. Masalan 100 ta chorva bo'lsa qanchasini yeydi? Bir xillardan umuman yemaydi. Bir xillardan bitta, ikkita. Bir yilda. Ha, uni xudo bilan aka soldi. Ajoyib insonlar. Aka mana paqirashgan sizlarga. Shuloq janti suvidan mana. Toza choy suti qo'yib. Ichib bemalol qo'ying. Aka, hayrat bo'ladi aka. Rahmat aka. Bizda mashina bor, mashina bolalar kutib turibdi u yoqda, katta yo'lda. Biz aylanib o'tdik deydi, tabiatga qarab netib. Ajoyibot. Qishda qanday bo'ladi bu yerlar endi havolar boshqa? Bizlar bo'lmaymiz aka. Ketamiz. Lekin qishda o'ta qalin bilan. Ha. Qishga juda qo'rqdim. Mana shu qarang mana aka, qarang ko'rinib turibdi-ku mana. Mayda eshak kelinasiz. Shu qirdan bitta mayda qisqa yo'l bu. Shundan chiqmay ketasiz, bitta yo'l. Oqiga. Shuni ko'rganingizga yo'l ekkadlar. Bu yoqqa ketadi. Bu yoqda. Siz o'ng tarafga ketasiz. Mana mashinani qo'ydik biz. Chunki bundan boshqa mashina yuradi. O'zimiz peshku ketmoqchimiz. Abdulloh bilan Bek aka qidirgan emas, endi orasi 308 kilometr ekanda, chiqmayaptilar. 1 soat, 1,5 soatdan oshdi. Ketganlarga biz kutib turdik. O'sha ikkita komandadagi mashinalar ham bizga yo'lda bu yoq tarafdamiz. Ikkinchi mashina narigi tarafda tog'da. Kelishmagan hali 1,5 soatdan beri. Shunga hozir pesh ko'rib chiqyapmiz. Tog' tepasiga. O'sha aloqa bordir. Buni qaranglar o'rtoqlar. Tanash ko'rsatmaslarga. Hop. Ana. Ajoyibot. Yo'llar chiqib ketamiz endi. Pastliklarni qaranglar. Joylarda qaranglar. Ajoyibot. Dehqonchilik qilar ekan odamlar. O'sha chiqib olib qarang. Bu joyda. Biz ko'rmagan odam qadam yetmagan joylar ko'pda. Xohlasak bu yoqdan chiqib ketamiz, xohlasak chapdan chiqib ketamiz ekan. Chapdan qulay ekan odamlar yurgan joy. Mana yurgan. Odam eshak yurgan yo'ldan yursa, eng xavfsiz, eng tekis, eng tez yo'l shu bo'ladi deyshadi. Yoki echki, nima bo'lsa ham. Og'zida shikrat bor. Uzr so'rayman, chaynar gapirayotganim uchun. Lekin energiya juda muhim. Haqiqiy trail running deb mashina aytadi. Bu tomonga tushib ketsang, o'lasan, tepaga chiqa olmaysan. Ana. Bu yoq jarlik. Bu yoq ko'rinmaydi. Tog'. Ajoyibot. Qo'rquv ham bo'ladi, qiziqish ham bo'ladi. Yugurib, ketaversan. Ajoyibligini qaranglar buni. Voy. Mana hozir tog'ga chiqyapmiz. Antenna ushlab telefon qilish uchun. Biz qidirdik sizlarni, rosa qidirdik. Alaq bo'la. Yaxshimi? Charchamadinglarmi? Qidirib keldik sizlarni yo'laga borib. Alisher bo'layotga chiyot qoldi. Bilindi. Pit stop. Tuz. Kayfiyat qalay, oyoq qalay. Eng yaxshi. Pishloq bilan nima dedim? O'zbekchasiga? Sirni balchka. O'zbekcha deysan, ustini balchka. Pishloqli tayoqchalar. Pishloqli tayoqchalar. Okay. Zo'r ekan. O'zbekchasiga lekin sirni balchka. Sho'r, zo'r ketadi. Ajoyib. Chips oldim, chips sho'rmasa ketadi. Bodring bor ekan. Bodring, so'l bodring ichki. Ha, sho'r pista bor. Sho'r bodringni qo'yinglar. O'zi qorin zo'rg'a tuzaldi. Endi Darband ketyapmiz. Bekzod aka, Yo'lchi aka, to'g'ri aytdim. Zo'r, hozircha yaxshi. Yo'lchi aka qanaqa his qilyapsiz? Ajoyib. Zo'rmi hozircha? Ozroq. Charchash bormi? Bekzod aka, zo'rmi? Yaxshi.
Taassurot zo'r ketyapmiz. Juda ham yaxshi. O'rtamachay qishlog'iga ketyapmiz. Darbandga qarab. Hozircha zo'r. Mana Beyzod aka bilan Yo'lchi aka yana davom etamiz. Mana oldinda mashinamiz. Hozircha hammasi yaxshi. Adashmasam 12 kilometrdan oshdi. Endi to Darbandgacha yugurib ketamiz. Manzilgacha 8 kilometr qoldi. Oxirgi pit stop. Menimcha oxirgi stop. Mana shuncha odam kutib turibdi. Yurganlar ham bo'ldi. Yo'qki biz kechik kirganmiz. Mana shu yerni kechik ko'rsatdim. Juda ajoyib joy. Kelib qoldik. Beshtaga lekin hali yuguryaptilar. Biz uyga kelishimiz kerak edi. Shuning uchun keldik. Bundan keyin kitob tumaniga chiqib ketishimiz kerak. Qashqadaryoga uyga hozir borib narsalarni olib, beshtaga xudo xolasa 30 kilometr yuguradilar bugun. Ertaga 3-kun yana qanchadir masofa bo'ladi. Shunda 100 kilometr bo'ladi umumiy bosib o'tirgan masofa soni. Hozir Surxondaryo Darbanddamiz. Siz bilan Boysun Siz bilan mana biz Germaniyadagi shifokor. Xudo xolasa men endi ketaman. Aka, Germaniyada ishlaydilar yaxshi. Xo'p, mana biz ikkinchi manzilga yo'l oldik. Ya'ni Kitob shahriga. Bizga mana bosib o'tdilar. Bugungi kun 30 kilometr bo'ldi. Xotinga otchot topshiryapti Beyzod aka. Ikkinchi kun tugadi, ikkinchi etap tugadi. Surxondan endi Qashqadaryoga ketyapmiz. Kitob tomon yo'nalyapmiz. Ertaga xudo xolasa Kitobdagi Miroqi suv omborini atrofida 3-etapini yugurish niyat qilganmiz. Ajoyib bo'ladi. Tabiat bu yerlarda
odamni yig'latib yuboradigan tabiat. Qaysi ma'noda? Albatta yaxshi ijobiy ma'noda. Anjan aytgan uzqara tabiat. Ajoyib. Ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Ozroq qoldi manzilgacha. Shopir akamiz. Shopir akangiz. Nasib etib olamiz, xudo xolasa, nomer ko'rsatamiz lekin. Beshtaga kirib ketdilar ichkariga. Mana aka ozroq qoldi kitobgacha. Yo'lda zo'r mehmon qildilar aka. Rahmat. Lekin ko'rsatmaymiz biz. Zo'r mehmondorchilik bo'ldi. Xo'sh, deyarli soat kechqurunga 12:07. Biz yetib keldik Kitob shahriga. Mana ikkita mashinada. Ertaga xudo xolasa marafon 3-kuni, loyihaning 3-kuni bo'ladi. Mana 4 kishimiz bugunchalik. Buni ko'pini olasizmi? Ha, olaman. Siz narsalarni oling. Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana 3-kunimiz boshlandi bizni. Yugurishga tayyorgarlik mana. Bizning yuguruvchilarimiz yana hozir beshtaga ham chiqadilar, xudo xolasa. Ikkita mashinada. Manzilimiz qayerda aka bugun? Manzilim bugun birinchi manzil Meraka suv ombori. Tepaga keyin Sharsharaga chiqamiz nasib bo'lsa. Suv tushar Sharsharasiga. Keyin G'ilon degan qishloqdan. G'ilonga qiyin masala. Mashin kattaroq mashin kerak ekan. Ham yo'li juda qiyin deyapti hozir. Nasib bo'lsa boramiz deb startda turibmiz. Undan keyin kechqurun manzilimiz Samarqand bo'ladi, shu bilan yakunlaymiz. Surxondaryo 100 degan loyihani. Resepsiondagi xolani ko'zoynak bo'yicha savoli bor ekan. O'shanga chaqirgan ekanlar. Maslahat berdik. Umringizdan baraka toping. Bugun oxirgi kunimiz, 3-kun. Yugurishni. Havo yaxshi. Kayfiyat yaxshi. Og'riqlar yo'q emas. Bugun Miroqqa suv omboriga boramiz. G'ilon degan qishloqqa borish reja qilgandik, lekin mashinalarimiz ularga o'z joyiga borishga chidamasa kerak. Ko'ramiz, borib vaziyatga qaraymiz-da. Shu joyda yugurish reja 30 km atrofida, shunda 100 bo'ladi to'liq. Surxon 100 loyihasi yakuniga yetadi. Shunaqangi darajada bo'ladiki, charchaganingizdan kechalar yuguradigan bo'lsa, gallyutsinatsiya bo'ladi. Masalan, kes bo'lsa, oxirgi marafonda shunaqa nima bo'ldimi sizda? Qaysi marafonda? Marokashda. Yo'q, Marokashda qaniydi shunaqa bo'lgan bo'lmadi-da. Marokashdagi charchatmadimi o'qiyotgan? Yo'q, Marokashdagi meni qilgan xatoyim bir ruminiyalik bola bilan birga yugurdim-da. Birinchi kuni birin-ketin kelib biz bilan, endi uzoq bo'lgani uchun oldin tajribasi bor edi uni. Menga qiynalib qoladigan bo'lsam deb turib, bular ikkinchi kuni yugurdik 60 kilometrni. Uni oyog'i og'rib qolib, ko'p holatda sekinroq yurishga majbur bo'ldik. Endi 2 kun birga yugurgan odam sifatida 3-kunni ham tugataylik degan ma'noda, birga qilaylik degan ma'noda qildik-da, lekin 3-kuni ozgina shunaqangi joyga olib kirishga harakat qildi, lekin bo'lmadi. Qaysi ma'noda? 30 kilometr edi, birinchi 7 kilometr past balandlikdan o'tdik, boshqa qildik, kayfiyat zo'r, juda yaxshi ketdik. Uni bir kun oldingi charchog'i tufayli sekinroq ketdi-da. Keyin 20 kilometr sohil, okeanni oldi. Okean tomondan tumanga o'xshagan narsa kelib turibdi. Ya'ni bo'ladi-ku, bizdagi mikroklimat deymiz-ku. O'shanga o'xshagan narsa kelib turib tumanda. 20 kilometr hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni faqat to'g'ri tekis yo'l. Shamol 14-15 metr sekund shamol kelyapti peshonadan, to'g'ridan. Yurasiz, qattiq harakat qilib yurasiz, o'rningizdan qimirlamayotgandek ko'rinasiz. O'ta qiyin. Bir tomondan chang keladi, keyin haligi sohilga borgan bo'lsa, plyajlarga. Qumda suv kelib turib ketgandan keyin qum qanaqa yumshoq bo'lib qoladi yurish. Shunaqa joyda 20 kilometr shamolga qarshi yurib ketish. Misol kechagi yugurgan joylarimizda mana tog'dan keyin, bundan keyin degan o'zingizdagi shunaqa joylar bo'ladi-da. Bungacha boray, bungacha boray, bungacha boray deb o'zingiz shunaqa ketasiz. U yerda unaqangi narsa yo'q. Faqat bir xillik. Tugamaydigan tunnel xullas.
uni ustiga chang, to'zon, shamol doimiy yuzga urib turibdi. Bir tomondan u mayda nima deydi? Chig'anoq dedim-ku, ha. Shu chig'anoq kelib turib, oyoq uriladi, maydalanib ketgan. Mayda shisha kelib, qattiq shamolda oyoq uriladi, qo'lga uriladi, yuzga uriladi, achishtiradi. Juda ko'pchilik o'sha joyda oxirroqga borganda to'xtab qoldi. Eng qiziq joyi katta fitness blogerlar, boshqalar borda, yurgan. Ko'rsangiz, Instagramni ko'rsangiz, o'ta katta, haqiqiy o'ta kachoglar. Rosa qiynalishsiz. Maza qildiradigan joyimdek ko'rasizda, yagona kallangizdagi o'ylaydigan narsangiz hech qanaqangi reference point deydi. Lekin mana stalbadan o'tib olaymi, tog'dan o'tib olaymi, daraxtdan o'tib olay degan narsa bo'lmaydi. Oldindan ketayotgan odamni quvib o'taman degan narsa bo'ladi xolos. Bu degani o'zingizning harakatingizdan ko'ra tezroq yurishingiz kerak. Orqaga qaraysiz, menga yetib olishmasin. Shunaqa qilib turib, ketib bosib borasiz. Oxirgi kun bo'lgani uchun maksimal darajada energiya olib qilinadi. Eng achinarli joyi soatga qarab ketasiz kilometrda. 27 kilometrdan keyin marra kelish kerak. Yo'qda marra borgan joyingizda. Marra yo'q, yo'l davom etyapti. Qolgan 4 kilometrdan keyinga surib qo'yishgan. Qasdami adashmi? Bilmayman nima qilishgan. Misol uchun 27 kilometrdan okey, 500 metrdan keyin keladi. 600 metrdan keladi deb o'ylaysizda, ketaverasiz. Ungacha menda energiya qolmagan, suv qolmagan, hech narsa qolmagan. Borasiz. Aynan shu joyi ozgina o'sha joy zo'r bo'ldi. Lekin u joyda haligi ruminiyalik sherigim bilan unga oxir aytdim, u sekinlab qoldi. Men hamma harakatimni qilib, maksimal darajada harakat qilganligimni o'zim sezishim kerak. Bo'lmasa o'zimni kechira olmayman. Ruxsat bersang men o'zim ketaveraman desam, bo'ldi, ket dedi. Keyin uni tashlab ketdim-da, keyin oldinga yurib ketdim. Kelgandan keyin haligi bola shunaqangi ho'ngrab yig'ladi. Marraga yetib kelgandan keyin. Umrimda bunaqa qiynalmagandim dedi. Yetib keldimi u ham? Ha, yetib keldi. Mendan 4 ta 5 ta keyin yetib keldi. Rahmat aytib, meni shunga majburlaganing uchun, ketishingiz kerakligi. push qilganing uchun rahmat deb turib, agar sen bo'lmaganda kela olmasdim dedi. U haqiqiy podvalga tushgan holati bo'ldi. Kerakda podvaldagi zaxiralaringizni olib chiqish kerak bo'ladi kuchda. Kavlab olib chiqish kerak bo'ladi. Shunaqangi darajada bo'ladiki, charchaganingizdan kechalar yuguradigan bo'lsa, gallyutsinatsiya bo'ladi. Non-stop to'xtamasdan? Ha. Odam yugura oladimi 200 kilometr to'xtamasdan? Ha. Masalan, beradigan narsasi o'sha joydan chiqib keta olishda. Ko'pchilik chiqib keta olmaydi o'sha yerdan. O'sha yerdan chiqib keta olganingizdan keyin sizda jamiki instinktlaringiz, haligi nima deydi? Instinktlarda Maslow piramidasiga boradigan bo'lsangiz, tepada ma'naviy maqsadlar boshqa hammasi turadi-yu. Eng pastdagisi fiziologik ehtiyojlarni qondirish bo'ladigan bo'lsa, u eng bazaviy holatga tushib qoladi-da. Shunchaki yashab qolish uchun nima qilish kerak? Ma'nosida. O'shadan chiqib keta oladigan bo'lsa odam, o'sha eng odamni o'zini mental jihatdan mustahkam bo'lishga, rivojlanishga yordam beradigan qismi. Hozir mana meni qilgan xatoyim deb aytib berdingiz. Xato nimaligini tushunmadik, chunki baribir marraga yetib boribsiz-ku. Ha. Meni qilgan xatoyim shuki, men o'zimni imkoniyatlarimni past baholaganim. Agarda yetarlicha harakat qilganimda, haligi ruminiyalik sherigim bilan emas, o'zim yugurganimda edi, ancha ertaroq yetib borardim. Ya'ni haligi 4 kilometr surib qo'yilgani ham uncha naqa qilmasdi. Yo'q, unisi aynan o'sha shunaqangi ekstremal narsalar bor-ku. Kutilmaganlik faktori bor-da. Shunisi bilan qiziq. Misol uchun yarim marafon ular yoki Ironman holatini oladigan bo'lsa, hamma yo'qni hisob-kitobini qilsangiz bo'ladi. Misol uchun Ironman oladigan bo'lsangiz, bor, hamma yo'q aniq, GPS faylari bor. Ko'rasiz, mayda balandlik bor ekan, mana ob-havo bunaqa bo'lar ekan, shamol tezligi bunaqa bo'lar ekan. Okey. Men 1 soatda buncha vattda velosiped haydaydigan bo'lsam, meni energiyam
buncha bo'ladi. Bu uchun men bir soatda buncha uglevod yeyishim kerak, buncha tuz yeyishim kerak deb hisoblaysiz hamma narsani. O'sha plan bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, tugatishingiz aniq. Ya'ni mavhumlik komponenti yo'q. Bunaqangi ekstremal holatlarda mavhumlik komponenti bor, kutilmagan narsa bor. To'lqin aka bor misol uchun. To'g'rimi? Yoki masalan haligi Sadriddin akaga o'xshab turib tayoq ko'tarib chiqadiganlar bor. Yoki masalan kechagi haligi o'lgan eshak, ya'ni u nima deydi, o'laksa xola yeyotgan. Shunaqangi narsalarda aytaylikki bitta narsani o'ylab, xayol qilib ketyapsiz, qo'qqisdan it chiqib qoldi. Shunaqangi siz tayyorlanmagan komponentlar ma'nosida. Misol uchun birinchi kundagi diareya holati. Kutilmagan komponent. Nima qilish kerak? Tugatish kerak eplab. Yoki masalan oyoq og'riq holati, hozirgi holatda. Butun tana ham, ruh ham yo'q, qilmaslik kerak, qilish ahmoqlik deydi. Soat ham shunaqa deydi. Aqling bo'lsa qilishing kerak emas deydi. Lekin tugatish kerak. Qancha ekstremallik kerak ekan. O'zi tushmas ekan. Biz ham tushamiz. Muammo jihati ko'pchilik marraga yetib borgandan keyin dopamin olaman deb o'ylaydi-da. Aslida marraga yetib borgandan keyin odam depressiya bo'ladi odamda. Chunki marraga yetib bordingiz, bir narsa qildingiz, bir marta maza qilasiz, undan keyin bo'ldi. Maqsadsiz holatga aylanib qolasiz. Marra qiziq emas, jarayon qiziq. Jarayondagi qiyinchilik qiziq. Bu yerda. Bu narsani aytadiki, high achievers paradox degan gap ham bor. Birorta natijaga erishganingizdan keyin maqsadi yo'qolib qolgan odamga o'xshaydi. Buni ko'p sportda oladigan bo'lsangiz, buni boshqa sohada, biznes sohasida ham, ilm fan sohasida ham, hamma sohada ishlatish mumkin. Sport sohasida ko'proq ko'rinadi. Olimpiadaga ishtirok etadiganlar 4 yil butun umrini faqat bitta narsaga sarflaydi. O'sha podiumga chiqib, oltin medal olish uchun. Boshqa hech narsa yo'q. Bitta yagona fokusi bor xolos, boshqa narsa yo'q. Bordi, oldi, oltin olgandan keyin hayotda mazmun yo'q. Hech qanaqa mazmun yo'q. Shu darajada borki, shunaqa holatlar bo'ladiki, o'zini o'zi jonini suiqasd qilishni o'ylaganlar ham bor. Misol, suzish bo'yicha eng ko'p Olimpiada tarixida adashmasam, eng ko'p oltin olgan odam Phelps bor, to'g'rimi? Suzish bo'yicha. O'ta katta depressiyada yurgan odam. Eng ko'p depressiyada yurgan odam. Amerika drak bo'ldi. Phelps. Shunaqa, o'shaning uchun jarayondan rohat olinadi. Aynan shu qiynab turib, qiyinchilikdagi jarayonda o'shani yengib o'tib ketish orqali, shuni yengib o'tib ketdim, endisi nima? Keyin sal kengroq kattaroq narsa bo'ladi. Bundan keyin ozgina kattaroq. Qayerda sinaman degan savol bor-da, kattaroq. Boshda 1 kilometrga yugurish ozgina qiyin bo'lgan bo'lsa, keyin uni 1 kilometrga yugurdim, endi 5 kilometr, endi 10, endi yarim marafon. Endi unisi, endi bunisi ma'nosida ketaveradi. Shunaqa hozir aytaylik, ultramidi. Birinchi ultrani yugurdim 120, o'ylaganimdan ko'ra osonroq bo'ldi. Chunki tayyorgarlik jarayonida xato bo'lmadi. Tajribali odam tomonidan yordam berib bo'lgani uchun. Keyingisi yana undan ko'ra kattaroq narsa bo'ladi. Shunaqa kengayib ketaveradi. Bu narsa hayotda boshqa sohalarda ham keng ishlatsa bo'ladi. Biznesda ishlatish mumkin. Ko'pchilik biznesda bankrotga uchragan holatda boshqada o'zini turolmasligi mumkin. Yoki boshqa odamni ayblashi mumkin. Endi bu yerda shunaqangiki, boshqa odamni aybi bo'lsa ham siz maqsad qo'ygan maqsadingizni tugatishingiz kerak bo'ladi. Shunga o'zingizga yengib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda travma olgan holatda bo'ladi. Bu narsa har doim ham bunaqangi iroda bilan ketish yaxshi emas. Sababi ba'zi holatlarda travma olasiz. Travma bilan ketishga to'g'ri keladi. Ko'pchilik o'sha joylar travmasiga e'tibor bermasdan ham yoki o'sha og'riqqa chidab turib o'tib ketishga to'g'ri keladi.
So'cha hozir oyoqda og'riq bor. Men o'ylayapman, unaqangi kuchli emas deb. Hozir gel surkab turib, o'sha og'riq qoldiradigan qilib oxiriga yetamiz, chunki bugungi masofa unaqangi katta bo'lish kerak emas. Oxirida yetamiz degan fikrdaman. Bu narsa shunchaki organizm o'zi haligi sekin aldayaptimi? Yoki haqiqatan ham haqiqiy jarohatni bilmaymiz-da. Bu narsani faqat uyatganimizdan keyin bilamiz-da. Bir marta shunaqa holat bo'lgan. Birinchi shunaqa trailda 32 ekan, kilometr yurganimda motor poyafzal kiyganman. Yetarli darajada drop deymiz biz. Drop deyiladi. Tovoni balandroq bo'lishi. Men kiygan tekis edi. O'shanda oyog'imda oyoqda kaft suyaklari bo'ladi-yu. O'shan chiqqan qaysi suyagi bittasi chiqib qolgan edi. Og'riq bo'lgan. Kuchli og'riq bo'lgan. Og'riqni yengib o'tishim kerak deb turib, yengib o'tganman, to'g'ri vaqtdan o'tkazganman. Ayrim joyda yurib boshqa narsa qilib yengib o'tganman. Og'riq bilan keyin bilganmanki, o'sha yerdagi suyak chiqib qolgan ekan. Bilmaganman. O'tib ketadi 1-2 kundan keyin deganman, ishib ketgan, sal pasaygan. Keyin ozgina harakat ham yana ishib ketgan. Keyin o'ylab topib boshqa qilsam, suyak chiqqan ekan. Oxirgi narsa. Keyin o'shani so'ganman o'sha narsani, chunki o'z yoki travmatolog borish kerak yoki fizioterapevtga borish kerak. Sinmagan edi o paytda. Keyin qarasam, fizioterapevtga Siz uchun alohida joy termin deydi-yu, shunaqa narsa yo'q edi. 2 haftadan keyin bo'lar ekan. O'zim YouTube'dan ko'rib boshqa narsa qilib, o'sha fasumiyga o'sha narsani surkab og'riqni qoldirib turib, 40 joyga tushirganman. O'shandan keyin o'sha o'z bilasiz, qaysi variant o'sha narsa misol xatolardan bittasi. Kattaroq muammo bo'lishi mumkin edi, lekin masofa qisqaroq bo'lgani uchun muammo bo'lmagan. bizga ham yaxshilik. Menga o'sha bunaqani o'sha 32 kilometrlik og'riq bilan tugatishga push bo'lgan, motivatsiya bo'lgan narsa nima bo'lgan? Shu bizga ham shu. Oldinda ketayotgan bitta qiz Biz ham sira o'rmon ichida edi u. Xitoyga qo'yamizda, zakaz berib. Daraxtni tomiriga qoqilib ketib, uni nima deydi, mana bu qism bor-ku. Boldir emas, mana bu ankle deydi-yu, to'piq. Oyoq qismi bunaqangi qiyshab ketganda, juda qattiq bo'ladi, og'riq baqirib, dodlab yotib qolgan. Yo'lmasa kerak, Ha, dodlab qo'yganda keyin qilib men sinmaganligini tekshirganman. Birlamchi tekshiruv deyiladi, ortopediyada tekshirasiz. Boldir suyagi, masalan, tib yoki fibula boshqa sindimi, qanaqadir siniq bormi, boshqami tekshirasiz. Yo'q, boshqa narsa yo'q, tekshiruv muammo yo'q, harakati bor, faqat og'riq, kuchli og'riq bo'lyapti. Keyin qoldirganmiz haligi joyda. O'sha marafon ishtirokchilari bo'ladi-yu o'zi, tibbiy xodimlar, tashkilotchilari kelib yordam bergan. Keyin mening oyog'im og'rib turib, to'xtab qolib, sekinroq yurganimda haligi qizni oldindan yugurib ketayotgan, yurgan oqsoqlanib. Okey. Demak, iloji bor ekan. O'sha bilan keyin tugatgan. Ajoyib narsa bor. Yaxshi niyat degan narsaga o'xshagan narsa. Yaxshi niyatni qilish meni muammomni hal qiladi degan narsaga to'xtab qo'yganda, to'g'ri, yaxshi niyat qilish kerak, orzu qilish kerak, lekin orqasi mehnati bor. Yaxshi niyat qo'yar, o'zi beradi degan gap bor. Lekin u narsani meni fikrimcha to'liq tushunmagan holatda shunga amal qilishadi degan fikrim. Odam yaxshi niyat qiladigan bo'lsa, orzu qiladigan bo'lsa, lekin unga yarasha mehnatini qilish shart. Yaxshi narsani o'z-o'zidan berib shunchaki bo'lib qolishi baribir qiyin narsa. Miroqa bo'lganda, Miroqa o'zi nomi Miraka deb Miroqa. Miroqa. Bir sinfdoshimiz borda, doim aytaman bunga. Hikoya aytib berish bo'yicha o'ta master klass o'tsa bo'ladigan odamda hikoya aytib berganda 30 ta odamni og'ziga qaratib 2 soat og'ziga qaratib o'tira oladi. Vaholanki, xuddi o'sha hikoyada bo'layotgan voqeani o'sha joyda men ham, siz ham, bu ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin uni aytib berishi o'sha joyda bo'lgan odam uchun ham qiziqda. Sen aytding-da. Hatto shunaqa vaziyatda bo'ladi. Haligi meni parod bo'lgan joyim bor-ku, shuni aytib ber deydi.
tushunasizmi? Minusdan kulgin degan Ha, ma'noda. shunaqa yumor bilan aytadi, o'zingiz kulaverasiz. O'zi aslida siz ustidan kulish kerak bo'lgan bu endi qo'pol. Endi u kulish hamki siz qanaqadir noqulay holatga tushib qolganingizni aytib beradi. Shu lekin hammaga qiziq, o'zingiz ham maza qilasiz. Hech qanaqa negativga bormaysiz. Endi qiziq narsasi shuki, o'sha sinfdoshimiz maktabda o'ta past bahoga o'qilganda, ikkinchi sifatda o'qilgan. Doim Mana koridorga o'xshagan termin. o'shanga bilmayman, bu yerga tushadimi yo'qmi? Maktabdagi bilim demas ekan. Hozir Shunaqa. uncha tengqurlarimizdan ko'ra moliyaviy jihati ancha yaxshi bo'lib ketgan. Aytaman. IQ bor, EQ borda. IQ o'sha haqiqiy bilim. EQ emotional intelligence da. Kommunikatsiya, boshqa. Buni yoradi. O'zini mehnati bilan normalniy uy-joy qilgan, mashinasi bor, o'zini o'rni bor. Qisqasi moliyaviy jihatda muomala o'ta zo'r. Moliyaviy jihatda maktabdagi bahoga umuman daxli yo'qligini ko'rsatib qo'ygan. Umuman aloqasi. Endi puli ko'paygan sari tilam Yana ham o'ziga ishonch ortib. O'qima demoqchi bo'lsak. Yo'q, shart emas demoqchi. O'qima Ya'ni demoqchi. pul topish uchun hani akademik ko'nikmalar bo'lmasa ham bo'lar ekan demoqchi. Faqat agar o'qimasang bolayam bo'lmaysan desa noto'g'ri. Zo'r bo'lib ketishi mumkin. Zo'r bo'lib ketishi mumkin. Maktabda jar zo'r o'qib olmaganmiz biz. Yaxshi o'qigansiz. Maktabda ham Lekin aka, men institutda yomon o'qiganingizga ishongim kelmadi. Prezident stipendiyasi olmaydi institutda eng yomon o'qigan odam. deb o'ylayapsizmi? Aytib beraymi prezident stipendiyasi qanaqa olingan? Uchraymi yoki? Yo'q, o'tiraversin menga. Siz olavering, nima bo'lsa ham gapirib, keyin qirqitiraverasiz. Prezident stipendiyasini olishda tagida nima yotadi deydigan bo'lsa, men 6-kurs bitirgandan keyin chet elga ketishga hujjat topshirishim kerak bo'lgan. Shvetsiyaga topshirishim kerak. 7-kursning boshida, 6-kurs oxirida. Shunaqangi narsa borki, conditional offer degan narsa bor. Shartli ravishda sizni qabul qiladi. Diplom bo'lmagan paytda, diplom bo'lmagan, diplomi bo'lmasa, oxirgi yilda o'qiyapti shu yerda va aytaylikki 1 yildan keyin shu yerda bitiradi degan hujjat kerak. U paytda 2010-yillarda chet elga chiqish degan holat bo'ladigan bo'lsa, sizda dushman sifatida qaralar edi. Chet elga chiqishga umuman ruxsat yo'q edi. Chet el haqida eshitishni ham xohlashmasdi, rektordagilar boshqa narsalar. Shunaqangi holat bo'lganki, menda ingliz tili bilganim uchun prezident stipendiyasiga nomzodlarni tanlashgan. Unda ikki xil holat, nomdor stipendiya ikki xil holat bor edi. Bittasi prezident stipendiyasi, ikkinchisi o'sha nomdor. Masalan, bizning sohamizda Ibn Sino stipendiyasi bor edi. Yana kimlardir Al-Xorazm yoki Beruniy shunga o'xshaganda. Prezident stipendiyasi uchun siz haqiqiy imtihondan o'tishingiz kerak. Ikkinchisi faqat hujjatlarga asoslangan holatda baholanardi. Hamma xohlagani hujjatga asoslangan edi. Prezident uchun hujjat tayyorlab, olib borib, keyin topshirishingiz kerak edi. Meni asosiy maqsadim hujjat topshirish, prezident stipendiyasiga hujjat tayyorlash jarayonida ana o'sha Shvetsiya uchun kerak bo'lgan hujjatni qo'shib tayyorlab olish bo'lgan. Meni maqsadim prezident stipendiyasini olish ham bo'lmagan, boshqa narsa ham bo'lmagan. Maqsadim o'sha hujjatni olish bo'lgan. Bo'ldi. Shunaqa qilsam, maqsadim yetarli degan. Shunaqa holat. Keyin nima bo'lgan? Bordi, boshqa bo'ldi, hujjat tayyorlaganmiz, borganmiz. Tayyorgarlik ko'rmaganman. Suhbat jarayonida hal bo'ladigan narsa. Nasib qilgan ekan berishgan. Lekin prezident stipendiyasi institutda o'qiganlik holatimga bog'liq emas. Bo'lmagan. Lekin tepadan boshqacha ko'rinar.
Aytdan. Judayam ajoyib. Ha, u reja bunaqa. Podval deyapmiz-ku. Podval ertaroq o'tdi. Yo'q. Podvalga tushdi. Bitta yo'llardan bittasi qiyinchilikda sun'iy ravishda yana qiyinlashtirish. Misol uchun ilgari kuni kecha, birinchi ikkinchi etapda Aniqdan bir nuqtaga boryaptik, to'g'rimi? Ha. Maqsad manzil bor, birgacha yetib borish kerak. Mental odam tayyor bo'ladi. Endi shu yerda ani bani qilmasdan bitta yo'l qilib tepaga chiqib qaytib tushish. Kuruk qilish. Ha. Mental jihatdan Yana ham qiyin. yana ham qiyin, zerikarli bo'ladi. Eng qizig'i qaytib chiqishda balandlik. Qiyinchilik yana qiyinchilik qo'shiladi. Issiq. Shuna qilishda taklifim bor. O'zingga deydi. Juda zo'r taklif. Juda zo'r taklif qo'shilaman deb. Sizlarga sabr kishiga. Bo'ldi? Uchinchi etap 9-kilometr. Jami hozirgacha 80 kilometr yurildi. Yana 20 bor maqsadga. Surxon 100 loyihasini 80 kilometr ortda qoldi. Hozir biz Hisorak suv omborini ustidamiz, yonidamiz. Ajoyibot, tabiat zo'r. Bizdagi ahvol qalay? Bu nima deyish qiyin. 3 kun yugurish, tog'da sayohat, uyquni kam bo'lishi sezdiryapti. Tabiatdan bahra olgan holatda, kuch olgan holatda tugatib olamiz. Tabiat qaranglar. 100 bo'lmasa ham 90 bo'ldi-ku. Bizni qishloqda bitta gap bor-da. Avvalo sahnaga chiqma. Avvalo davraga chiqma deydi. Sahnaga emas, davraga chiqma. Davraga chiqdimmi? Ko'tamni jiplashdan qo'yma deydi. Yo'qmi? Xorazmcha. O'yinga tushadi, to'ylarda chiqib. Orqaga bola chiqib olar ekan, chapak chop. O'ynamayman deb chapak chop turar ekan-da. Shunga avvalo shunaqa qilmoqchi bo'lsang chiqmadi. Chiqdingmi o'yinga tushdi ham. O'zingni unaqa qilib ko'rsatmaydi. Kilometr bo'ldi lekin 3 kunlik masofa. 91 bo'ldi. 9 kilometr qoldi. Pogрешность вам нету процентов? 5 10. Oyoqlar qattiq. Bahona topishga men juda ham ruhan ham jismonan tayyorman. Har qanaqa bahona topishga. Lekin Sizlar topyapsizlar bahonani. Sheriklar ham topib qo'ydi. kelasan jim turibdi. Yaxshi. Og'riq kuchayapti. Elyor ham yaqin o'rtada 30 kilometr bittada yugurmagan ekanda. 6 7 8 3 kunda cherezni yugurar ekan. Maksimal 8 kilometrgacha yugurar ekan. Bo'lib ham stadion muhitida. Kechagi tog'li muhit ancha qiyin ekan. Bundan masalan bittada 31 mi yuguribdilar. Agar bugun ham yugursam, aniq ertaga ishga chiqolmayman. Muammo ishlamay qoldi. Yo'q, ishlayapti. Yo'qni to'g'ri qilish iloji yo'qda. Mana bu muskul tortilaverib, seni qo'yib qo'yam. Qotib qo'yanda. To'g'ri qilyapsan? Tortilayapti. Shuning uchun men puli holatda. Mana futbolchilar 90 minut maydonda doimiy harakatda turadi-yu. Shularni yugurtirsa zo'r effekt beramkin-a? Uzoq masofa. Ha, uzoq masofaga. Ya'ni
90 minut harakatda bir to'xtamasdan turishni foydasi bor. Ular to'xtab turadi. Ularda misol uchun aktiv vaqti bilan passiv vaqti orasida katta farq bor-da. Misol uchun doimiy to'xtovsiz tinmay turmaydi-da. Hujumchi hujumda himoyadagilar himoya qilib to'p berguncha turadi-da. Ular sprint ishlaydi. Dam olish bor. Avvalda yerga turish. Zo'r. Muz bo'lsa, Muz? tugaganda. Shuni ichiga tushsang. Bir yer ushlab qolmaydimi odamni? Tush kerak deb uzoq ekanini o'ylab ko'rdim. Yo, bir yer ushlab qolmaydimi? Bu yoqqa qarab bir yurib ko'radi. Tushib ko'radi. Suzamizmi? Havo, hech bo'lmasa oyoq botirib olish. Oxirgi kilometrlar aka, bo'lsang. Oxirgisi. qilib tugatib qo'ya qolsa bo'lmaydimi deb hozir savol berdingiz. Hazillashib javob berdim. 95 qilib tugatib qo'ysa bo'lmaydi. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, demak yili Surxon 120 degan loyihaga kelishimiz to'g'ri keladi. Agar 95 tugatib qo'ygan bo'lsak. Bunda Surxon 100 loyihasi agar 95 tugatib qo'ysak, yana yengilgan bo'lamiz. Shuning uchun hozirgi oxirgi 5-6 kilometrlik og'riq yarim soat davom etadi xolos. Balkim bir kun davom etadi. Lekin afsuslanishda og'rig'i keyingi Surxon 120 gacha yarim yil, 1 yil davom etadi. Doim sizni nima deydi? Ingliz tilida it's gonna hunt you deydi. Ichingizdan maqsad qo'yding, shuni eplolmading deb turib, doim sizni quvlab yuradi. Ichingizdan. Shuning uchun og'riq bu vaqtinchalik narsa. Afsus, doimiy narsa. Og'riqqa chidash kerak. 100 yilganmi? 100 qilish. Marada ko'rishamiz. Bor. Yana bor, yo'q boshqa. Marafon tugatsak bo'ldi, hamma bor. Siz yerik ketdingiz. Yo'q. Biz debat qilyapmiz. Qizig'i, bunaqasiga yursam kamroq og'riyadi. Bunaqasiga yursam ko'proq og'riyadi. Baland past farq bor. Sababi narigi tomon pastda. Bunaqasiga yursam o'ng oyog'im pastroqqa tushyapti, cho'zilishga ko'proq majbur bo'lyapti. Bu yoqda o'ng tomon balandroq. Hech yo'q, shuni hisobiga sal ehtiyot qilib yursa bo'lmaydimi? Nimani? O'ng oyoq kamroq og'riydigan taraf. Shunaqa yuryapman. Boshqa iloji yo'q. Sizga omad, kuch-quvvat. 100-kilometrda ko'rishamiz. Avtobuslar bormi? Yo'q, siz tarif katalogingiz bor, Alloh xohlasa. Kameraga. Ko'pchilik o'zimga bo'lgan ishonchim yo'q. Ishonch oshirishni nima qilishim kerak deydi. Odam o'zi qo'limdan kelmaydi, uddasidan chiqa olmayman degan narsani qilib uddasidan chiqa olish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi. Kimdir Henry Fordning aytgan, uddalay olaman desang ham, uddalay olmayman desang ham haqsan degan. O'shanday. Kim uchundir 10 kilometr
o'ta qiyin deb tuyulishi mumkin. Qila olmayman deydi, hech qachon qila olmayman deydi. Harakat qilib ko'rish kerak, undan keyin ishonch ortadi. Kimdir $1000 topa olmayman deb turib, nodvoy qiladi, noliydi. Ishonch orttirish uchun odam harakat qilib ko'rish kerak. Uddalashga harakat qilish kerak. Fikrimcha. Uddala olmasa ham harakat qilib ko'rdim-u degan taskin bo'ladi odamda. Qancha qoldi? 5 qoldi. 4 mi? 4 qoldi. Ha. Bo'ldi. Tugadimi aka? 100 kilometr bo'ldi. Holat. Oxirgi holat. 100-kilometrdan keyin. Tabriklaymiz degan. Sizlar tabriklayman. Qattiq tabriklaymiz. Support teamni. Yo'q, biz qanday support qilishni ham endi o'rganishimiz kerak ekan. Qattiq tabriklaymiz. Men keyingi safar kelganimizda oxirgi 5 kilometrda sal kulmasdan seryoznroq support qilishga harakatni qilaman. Bular bo'lmas narsalardan tiyilib. Balki yugurishda ham harakatini qilarsiz. Ha, u ham to'g'ri fikr. U birinchi kunga tegishli. To'g'ri. Mana bu ishtirokchilarga ham nima aytmadim, ishtirokchilarga ham rahmat. Kichik bo'lsa ham javob. Nima xulosa olsa bo'ladi bundan. Endi yugurib ko'rgan odam biladi. Xulosa. Tentang sen shunaqa yugurib degan. Oxir yaxshimi? Yaxshi xulosa qiladi. Xulosa yo'q deydi. Xulosa yo'q. Xulosa balki foydasi tegar. Xulosa birinchi o'rinda odam o'ziga, o'zi foydasi tegishi. Birinchi o'rinda o'zingga foydali bo'lish uchun, rivojlanishim uchun kerak narsa. Masalan, videoga olyapsiz, kimgadir ko'rib, kimdir o'zini ustida rivojlanishga harakat qilishga, bilim olishga intilar. Balki odam o'zini o'zi hurmat qilish kerak. Hurmat sotib olishga iloji yo'q, sotib olinmaydi. Faqatgina qozoniladi. Birinchi o'rinda odam boshqalardan ko'ra o'zini o'zi hurmat qilish kerak. O'zini o'zi hurmatini qozonish kerak. Qila olaman degan narsani uddasidan chiqish kerak. Mana bu. Mana ketdik. Medal yo'q, boshqa narsa yo'q. Kerak narsa emas, narsa. Muhim maqsad qo'yildi, reja qilindi, shu narsa bajarildi. Endi keyingi maqsad sari.